Xo'p, siz bo'lmasa Asadbek, ikkinchi mavzuga o'tamiz. Endi ustozlikni nimadir sabab bo'lib boshlagansiz. Uni sababi nima bo'lgan va keyinchalikka o'zingizni oldingizga qo'ygan oliy maqsadingiz nima? Ya'ni shu bilim berishlik orqasidan nima natijaga bormoqchisiz? Maqsad pul topishmi yoki bir tadbirkorlarni qanaqadir natijaga olib chiqishmi? Shuni biroz aytib bersangiz o'zingiz. Endi man 18 yil bankda ishlaganman. Bankda ishlash jarayonida 18 yil davomida o'zim bilmagan holatda ta'lim sohasiga kirganman. Ya'ni bankdagi trening upravleniyasi boshqarmasi orqali butun o'sha Agrobank tizimida 183 ta filial bor edi. O'sha 183 ta filialdagi xodimlarni har xil muddatlarda 3 oy, 6 oy, 1 yilda bir o'sha o'zim yo'nalishim, man jismoniy shaxslarni boshqarmasida bo'lgan paytimda o'sha jarayonlarga to'g'ri kelgan. O'sha trening отдел bilan iste'mol krediti, ta'lim krediti, ipoteka krediti, yana boshqa shu jismoniy shaxslarga beriladigan jami kreditlar, yangiliklar, o'zgarishlar, qarorlar kiritilsa, o'shani dars qilib, ya'ni trening formatida butun respublika bo'yicha berib borganman. Undan tashqari bizaga oldinlari o'sha filiallarga boshqaruvchi bo'lib keladiganlar Markaziy bankdan attestatsiyadan o'tish kerak bo'lardi. Ko'p o'sha imtihon topshirgandek bo'lish kerak. O'sha imtihonga topshirish uchun, attestatsiyadan o'tish uchun ular bosh ofisga kelardida, har xil departamentlardan, boshqarmalardan savol o'sha yerda berish mumkin bo'lgan savollarga javob olardi. U holatda ham qatnashganman ta'lim berish jarayonida. Keyinchalik man analiz qilsam, bankka kirib qolganim bilan ham shu jarayonlar nega sodir bo'lganligini bilsam, man avlodlarim ta'lim yo'nalishida ketganda, mana onam o'qituvchi bo'lganlar. Adamlarni adalari bobom o'sha direktor bo'lganlar. Amakilarim o'qituvchi bo'lganlar. Bittasi rus tili, bittasi ona tili adabiyot. Opalarim ko'pi o'sha ta'lim yo'nalishida ketgan. Akam doktor, lekin ular ham o'sha Zaf kafedrada ta'lim yo'nalishi bor. Ya'ni tog'alarim ham ko'pi institut o'qigan, qaysidirlari ular ham ta'lim bergan. Ya'ni qanaqadir gen ma'nosida menga o'sha baribir yuqtirilgan ekanda. O'sha men bilgan narsani birovga tushuntirsam, o'zim zavqlanaman. O'zim o'shandan katta energiya olaman. Va odam tushunib buni ishlata boshlasa, bilimingiz yana ishlatilsa, u двойной. Lekin просто savol berib, o'zim tushungan narsamni kimdir so'rab kelsa, unga o'zim maza qilaman. Buni boshlanish nuqtasi shu. Keyin bankdan ketdim. Ta'lim beraman, biznes trener bo'laman degan o'sha unchalik planlar yo'q. O'sha Eiffel kompaniyasi boshlaganman. O'sha butun ustozlardan ta'lim olish jarayonida olgan ta'limni joriy qilganman. Joriy qilish natijasida ilm bilan biznes qilish osonligini tushunish boshlaganman. Chunki 2008-yil pulim bo'lgan. Pulim bo'lgandan keyin o'sha pulimni tikib turli xil institutlarga tikkanman-da, lekin u ilmim bo'lmaganligi uchun o'sha 6 oy ichida hammasini yo'qotib, yana 50 ming qarzga ham kirib qolganman. Lekin 2018-yil bir so'm pulim yo'q. Lekin qarz bo'lsa ham olib o'qishni boshladim. Biznes ustozlarda ta'lim olishni boshladim-da. Keyin biznesni pulsiz boshladi. Bir so'm pul tikmasdan yonimda boshlab oldim. Va qisqa muddatda 1,5 yil ichida 117 ta filial ochganmiz. Franchizalar bilan birgalikda 2 milliondan oshiq tabarrukga chiqib ketib qolganmiz. Bitta foradan 5 ta fora qila olganman. Ya'ni shunda tushunganmanki, oldin bilim yo'q edi, pul bor edi, yo'q ketdi, qarzga kirib ketdim. Endi bilim bor, pul yo'q, lekin natija zo'r bo'lib ketdi. Shunda tushundimki, ilm bilan biznes qilish ham oson ekan, ham afzal ekan. Ko'p xatolarni qilmas ekansan degan o'zimda shunaqa tushuncha hosil bo'ldi va boyagi baribir genga tortilgani nima bo'ldi desam,
o'zimni shu 117 ta filialda turli xil viloyatlarda partnyorlarim bor-ku, o'shalarni hamma xodimlari, partnyorlar o'zi ham yig'ib, ham viloyatlarga borib, yana u yerda ham ta'lim berishga kirib ketib qoldi. O'sha biznes jarayoni. Biznesimni bastap qilaman, rivojlantiraman deb o'zim ustozlardan olganda u yerda bu erishni boshladim. Ya'ni tabiiyki jarayon ketyapti. Ya'ni To'g'ri. ichimdan shuni qilaman emasda, To'g'ri. maqsad pul topish, maqsad shu biznesni rivojlantirish, maqsad kengaytirish. Lekin cheres ilm bo'lyapti-da. Ularga ham partnyorlarga qancha ko'p o'rgatsam, ular ham zo'r bo'lib ketyapti, ular ham tavorobot oshib ketyapti. Keyin nima bo'lsa, keyin tabiiy jarayonda mana shu shogirdim bor edi, Murodjon degan, u Rossiyada ishlab, keyin Qozog'istonlarda ishlab, o'sha gastrobayter bo'lib kelib, keyin ta'lim oldida anavga qatnashib blogerlikni o'rgandi, blog yuritish. Keyin mana shu darslarimdan partnyorlarga o'tadigan har shanba, yakshanba o'tardim ofisimda. O'shanda kesib, o'sha men o'rgatayotgan narsalarni YouTube'ga qo'yish boshladi. Millioner Ashurov deb taxallusi anusida qo'yish boshladi. Men uni как mahsuloti bo'ldim. U o'shanda boshladi. Tajriba quyoncha bo'ldimda. Shuni evaziga ko'p videolarimiz uchdi deydi-yu YouTube'da. Yaxshi rekomendatsiya tushib. 1,5 million taga trekka chiqib ketgan o'sha videolar bo'ldi o'sha payt. Keyin odamlar tabiiy murojaat qilish boshladi. Qayerda biz ham bu bilimlarni olsak bo'ladi? Qayerda o'rgatyapsiz? Chunki men o'zim ofisimda doskalar qo'yib, qilib qo'yganman-da o'zim sharoit yaratib qo'yganman. Как будто qayerdadir dars berayotganda, trening o'tayotgandek bo'lib qolganda u. Lekin aslida u faqat shu partnyorlar uchun bo'layotgan jarayon bo'lgan. Shuni ketidan his qildimki, qanaqadir olgan bilimlarim kimgadir berib bersam bo'lar ekan degan niyat paydo bo'ldi. Keyin shu moliyaviy erkinlik degan oldin 2 oylik kurs tashkil qildik, 8 ta dars shu. Keyinchalik u vaqt bo'lmagandan keyin 1 oylikka o'tkazdik. Keyinchalik maqsad paydo bo'ldi menda. O'zbekistondagi hech bo'lmasa 1 millionta o'zbek xalqini millioner qilishlik. VMG degan Wealth Management Group degan kompaniya ochdik. Ya'ni boylikni boshqarish kompaniyasi deyiladi. Va shularning ichidan hech bo'lmasini 1000 tasini milliarder kompaniya qilish va IPOga olib chiqish degan niyat paydo bo'ldi, maqsad. Shuni evaziga biz endi nima qildik? Ham biznesni parallel, ham o'sha ta'limni o'zim yaxshi ko'rganim uchun hobbi sifatida ustoz shogird formatida shuni chiqarishni rejalashtirib, shu formatdan ketyapmiz hozir. Hozir endi mana 1000 tadan nechta shogirdlar millionga chiqdi? Individual bir 300 dan ko'p shogird o'qitgan bo'lsak, hozir endi o'sha klubimizda bir 40 tacha shu yo'lda ketaman, haqiqatan IPOga chiqaman, haqiqatan men katta kompaniya bo'laman deb niyatida qolganlari bir hozircha 40 tacha saralanib kelyapti-da. Millionga chiqmadi hali ular. Yo'q. Оборотga. Yo'q, ichida millioner bo'lgani ham bor. Ichida o'sha 100 mingga chiqqani bor. Endi bu 10 yillik programma. 10 yilda 1000 ta millioner qilish. Keyingi 10 yillikda 1000 ta milliarderlarni yetishtirish bo'yicha programma, qadamma-qadam strategik qadam qilganmiz o'sha programma. O'shani endi hamma har xil holatda keladi-yu. To'g'ri. 1000 dollar topayotgan holatida keladi. Kimdir уже 10 ming topayotgan bo'ladi. Kimdir qarz bilan keladi. Kimdir qarz bilan keladi. Bizga masalan 270 ming qarz bilan, 170 ming, 30 ming qarzlar bilan kelgani bor. Ular уже qarzdan 0 ga chiqib 10 mingga chiqqani bor, misol uchun, har xilda. O'shaning uchun ham bu moliyaviy holat nisbiy ko'rsatkich hisoblanadi. Nisbiy. Chunki kimdandir kam, kimdandir baribir ko'p bo'ladi u narsa. O'shaning uchun ham biz millioner deganda kimni olamiz deganda, kapitali millionga chiqqan va passiv daromad hatto 2% o'shanda 20 ming keltirishga chiqqanlarni millioner deymiz. U bir kunda bo'lmaydi. Unaqasi hali bitta ham yo'q. Chunki u 10 yillik programma. O'shaning uchun ham maqsad sekin shunga olib chiqish. Oldin o'zini biznesini tizim, o'zim biznesini masshtab, o'zim biznesidan ko'proq dividend olib, ortiqcha pullar paydo qilish va ortiqcha pullar evaziga yana boshqa proyektlarga investitsiya qildirib, o'sha kapital yaratish va shu kapitaldan keladigan daromad aktiv emas,
passiv daromadini shunga olib chiqish. U bizani plan shu, aktiv emas. Aktiv bo'yicha millionga chiqqanlar ko'p bor. 1 yilda ham chiqqanlari bor, lekin passiv hali hosil bo'lmagan. Chunki aktiv daromad riski baland-da uni. Siz bilan to'xtab qolishi mumkin. O'shaning uchun maqsad xuddi shunaqa ishlamasa ham shunaqa darajaga olib chiqa oladigan shogirdlarni yetishtirish. Ya'ni человеческий faktorni kamaytirish masalada. Kamaytirish maqsad. Mana boshida savol berdim. Kursni boshlaganingizning sababi, maqsadi nimada va pul topishdami degan savol berdim. Ko'pchilik pul topish nima uchun pulli bo'ladi deydi, unda deydi, oliy maqsadlaringiz bo'lsa desa. Biz kompaniya ochganmiz, ko'pchilikka manfaat beruvchi uchun bitta o'zim qila olmayman. Ha, shuni so'ramoqchi. Jamoa bilan ishlashim kerak. Endi bu narsani ko'rmaydi odamlar. Jamoani, kompaniya bo'lganda kompaniyani siz ta'minotini qilishingiz kerak. Masalan, arendasi bor, ish haqisi bor. Shuncha 10-15 taga yaqin odamni atrofingizda jamlaganingizdan keyin ularni har bepul quruq anuga qilmaysiz-ku, yaxshi shirin gaplarga, kelajakdagi siz orzu havaslaringizga bir kun chidar, 2 oy, 2 kun chidar, 1 oy qolib chidab beradi. Lekin ularning ham bola chaqasi bor. O'shaning uchun ham nima olingan o'sha daromadlarni o'shalarga yo'naltirish, o'shalarni ham kuchaytirish, ularga ham katta bir natija qilib berish uchun pulli bo'lishi va evassiz bo'lmasligi uchun ikkita narsa. Ikkinchisi, jamoani saqlab tursak, jamoani rivojlantirib olsak, kompaniya qila olsak, ko'pchilikka shunday yordam bera olamiz. Meni komandamda qancha ko'p odam bo'lsa, shuncha ko'pchilikka yordam bera olayman-da. Bitta o'zim bitta odamga bersam, 2 kishi bilan bir 4 taga, 10 kishi bilan bir 100 kishiga yordam beramiz. O'shaning uchun bu-da tabiiy, u ya'ni ishlash, organizatsiya существовать qilishdan deydi, ishlash uchun ham bu pulli bo'lish shart. To'g'ri. Oldingi mavzuda как раз aytib Yana o'tdingiz. ikkinchi eng asosiy mezon bor pulli qilishimizda. Bizniki unchalik arzon emas. Shogird, ustoz shogird bo'lgani uchun shogirdni shogirdligini isboti uchun, filtr uchun bu ham pulli bo'lish shart. Masalan, 100 ta odam keldi-da, shogird bo'laman deyapti. Qanaqa qilib men unda ichidan 15 tasini terib olaman? Qanaqa qilib? Deylik, men keldim. Men o'zi pulni qo'yganimda, men shogird bo'laman, millioner bo'laman, milliarder bo'laman deydi-da. Хорошо deyman. Bir to'lovini qil desam, o'zi 70-80% shunday yo'q deydi. Tushunyapsiz? Ketadi. Bu filtr vazifasini ham o'taydi. Mana deylik, men sizga shogird bo'lib tushmoqchiman. Yosh tadbirkorman, оборотlarim unaqa katta emas, например, va siz oldingizga kelib o'zimni bilimimni, maqsadimni ko'rsatdim. Siz menda perspektiva ko'ryapsiz, lekin shu, например, kurs sotib olgani imkoniyatim yo'q. Shunaqa holatda nima qilasiz? Ya'ni bu ham filtr, nisbiy tushuncha. Nimaga desa, inson biz shunaqamizki, o'zimizga kerak bo'lsa, muhim deb bilsak, har doim vaqt va pul topamiz. To'g'ri. Mashina olamiz, To'g'ri. imkoniyatim yo'q deymiz, olamiz. To'y qilamiz, to'yiga palon pul sarflaymiz. Uy olamiz, remont qilamiz, palon pullar sarflaymiz. Nimaga desa, o'shani muhim deb bilyapmiz. Inson shunaqaki, prioritet bor. Prioritet deb qo'ysangiz, yer tagidan bo'lsa ham siz pul topa olasiz. Faqat muhim emas degan narsangizga oxirgi cho'ntagingizdagi pulni hisoblaysiz. Misol uchun. Masalan, kompaniyangiz bor, kichkina kompaniya, oboroti $1000 bor, foyda olyapti. Hattoki shu kompaniyangizni $1000 bo'lsa, bahosi bor. O'rtacha O'zbekiston sharoitida $1000 oyiga sof foydangiz bo'lsa, 1 yiliga 12. O'rtachasi uni eng kamida 12.000 bo'lsa, 36.000 dan 60.000 gacha bahosini chiqarsa bo'ladi. Foydaga nisbatan baho deydi u narsani. Demak, kompaniyangizni bir qismini sotsangiz ham to'lovlarga pul chiqadi, misol uchun. 10% ni sotsangiz ham 60.000 bo'lsa 6.000 pulingiz bor degani o'zi. Prosta odam voz kecha olmaydi shundan. Yo'q emas-da. Mana $1000 bor, 10.000 to'la olmaysiz, lekin 60.000lik kompaniyangiz turibdi-ku. Shuni bir 20% ni soting, 10.000 ga ega bo'ling va o'qish qilishingiz mumkin. Nima muammo bu yerda? Prosta o'sha narsadan voz kecha olmaslik hissiyoti bor. Ana shu hissiyotni ham qilishlik uchun sizda jajda deydi-ku, kuchli xohish bo'lish kerak o'sha o'qishlarga nisbatan. Ya'ni filtr bu yoqda imkoniyat uchun emas, filtr o'sha haqiqiy jajdalarni bildirish uchun. Qanchalik u tayyor, qanchalik o'sha narsalardan
10% 20% yoki kerak emas uyda narsa yotibdi. Kerak emas bitta moshinasi yotibdi, haydamayapti. Otasidan qolgan shuni ham sotishga nima qilmaydi? Harakat qilmaydi. Bu nisbiy Zona komfort. narsada, bu Zona zona komfortida bu. komfortdan. Ya'ni odamlar o'ylaydiki, cho'ntagida pul bo'lsa imkoniyatim bor deydi. Kerak emas pul bo'lsa. Cho'ntagini ortiqcha Ortiqcha. jamg'ar bo'lsa, shundagina imkoniyatim bor deydi. Hmm. Aslida inson, masalan, Xudo ko'rsatmasin, pulim yo'q deb yuruvdingiz, hech balo bir tiyin pulingiz yo'q. Farzandingiz qattiq kasal bo'lib qoldi. Qanaqadir operatsiya qilishingiz kerak. Topiladi. Unga bir 10 ming, 20 ming pul kerak. Yer tagidan bo'lsa ham topasizmi? Pulim yo'q deb o'tirasizmi yoki bo'lmasa? Unaqa qilmaysiz-ku. Nima qilasiz? Уже muhim bo'ldi, prioritetga chiqdi. To'g'rimi? Endi nima qiladi? Har bitta odamdan kelsa, poprashaynish qilib bo'lsa ham, sadaqa so'rab bo'lsa ham uni yig'asiz, bu narsani qilasiz. Pulim yo'q demaysiz. To'g'ri. Xuddi shunaqa narsada inson. O'shaning uchun ham biz kelganda filtr vazifasini bajarish uchun hamma haqiqatdan ustozligi, shogird bo'lishga loyiqligini isboti uchun ham bu narsani balandroq qilib qo'yamiz. Agar o'sha chekni oshib Keyin yana bitta narsa bizda o'zi bizni insonlarga bu narsa sal noodatiy holat, lekin birovni vaqtini hurmat qilish kerak va vaqt pulligini o'zi tushunish kerak. Aynan hozirgi paytda. Hozir juda vaqt masalasi bozor muammo bo'lib qoldi. sharoitida hamma narsa vaqt pul turadigan zamon keldik va shuni tushunmasak zamondan orqada qolasan deydi, orqada qolib ketaveradi. Mana siz tadbirkor sifatida deylik, shu 1 soat vaqtingizni yoki 2 soat vaqtingizni mana bu yerda hozir fikr almashyapmiz yoki boshqa joyda trening o'tib, uni o'rniga deylik o'zingizni biznesingizga shu vaqtni ajratganingizda balkim Shu daromadlar oshishiga ta'sir qiladi. 2-3 baravar daromadni oshirgan bo'lardi. Shu narsani ham to'g'ri qabul qilish kerak-da. Ya'ni shu kursni kelib chiqayotgan narx qayerdan kelib Nima chiqayotganligini bilandir tushunish kerak. shug'ullansangiz, nima bilan shug'ullanmasligingizga to'g'ri keladi. Hmm. Endi shug'ullangan narsangizga agar sizda vaqtsiz daromad olmasangiz, demak shug'ullanmaganingiz narsadan daromad kelmaydi. O'shaning uchun ham shug'ullangan narsangizdan qiymati va daromad manbai bo'lishi kerak. Mana kurs boshlayotganingizda o'zingiz aytib o'tdingiz hozir qanaqa bu narsaga kelganingizda qo'rquv bo'lganmi? Odamlarni oldidan. Hozir boshida endi bo'ladi. Tabiiy, opitlaringiz kam, hali ko'pchilik bilan sahna bilan ishlash bilimlari, odamlar bilan tushuntirish bilimlari, umuman o'zingizdagi so'z boyligi nuqtai nazardan qanaqadir ular hayajonlar bo'ladi. Umuman auditoriyaga chiqmadingiz, katta auditoriyaga birdaniga 500 talik, 1000 talikga chiqqaningizda qanaqadir boshida hayajonlar bo'ladi. Lekin men o'zim bilmagan holatda xuddi shu narsalarni bankda ham qilib kelganim uchun unchalik katta baryerlar, uncha katta menda bu bo'yicha qiyinchilik bo'lmagan. Negativga ham duch kelgan bo'lsangiz kerak. Negativ bu tabiiy jarayon. Nimaga desa, hammaga ham siz yoqavermaysiz. Hammani o'zini muxlisi bor. O'sha negativchini ham o'zini muxlisi bor. Prosta biz uni muxlisi emasmiz, xolos. Masalan, hamma qo'shiqchini ham qo'shig'i sizga yoqavermaydi-yu. To'g'ri. Rapper bo'ladi, qanaqadir bo'ladi, u sizga yoqmagan, u yomon degani emas-ku, o'zini muxlisi bor. O'shaning uchun ham negativ degani uni muxlisi emassiz degani xolos. Bo'ldi. Rus tilida aytishadi-ku, на каждый товар свой потребитель. Unda xuddi shunaqa narsa. Ya'ni unga mos tushmasligingiz siz noto'g'riligingizni yoki u noto'g'ri gapirayotganligini bildirmaydi. Uni o'zini o'sha kumiri boshqa, uni boshqa bo'ladi xolos. Ya'ni negativga siz juda oson qaraydi ekansiz. Normal. Umuman chunki bu bor narsa. Chunki hamma mana sinf borda, 1-sinfga siz hech qachon 11-sinfni gapini aytsangiz 1-sinfga tushmaydi-yu. U 1-sinfdan sizni tushunmasdan qanaqadir noto'g'ri gaplarni gapirgan bo'lsa, siz haqingizda uni endi san noto'g'ri gapiryapsan demaysiz-ku. U tabiiyki u 1-sinf bo'lganligi uchun hali 11-sinfdagi ma'lumotlarga ega bo'lmagani uchun bu siz haqingizda noto'g'ri fikr bildirishi normal holat. Negativchilarga bitta bir bunaqa bo'ldi-da, bitta vizib bo'ldi, tashladingiz. Endi prosta siz endi uni pastga tushsangiz ahmoq bilan tenglashgan bo'lasiz-da.
O'shaning uchun qoida bor, ahmoq bilan tenglashma, ulardan biri bo'lma degan qoidaga rioya qilasiz. Ba'zi odamlar kurslar faqat muallifni boy qiladi deyishadi. Endi bor, endi shunaqa kurslar ham bor. Muallifni boy qiladigan, faqat maqsad o'zini boy qilish bo'ladigan bo'lsa, endi uning uchun qanaqa kurs bo'ladi desa, umuman foyda bermaydigan kurs bo'lishi kerakda, endi bilmadim. Endi olgan odam, u kursni olgan odam endi umuman hech narsani tushunmasdan shunga to'lov qilgan bo'lishi kerak bo'ladi. O'rganib chiqmasdan. O'rganib chiqmasdan, kerakligini bilmasdan turib, qanaqadir piarlarga, qanaqadir reklamalarga uchib, uni va'dalarga uchib borgan bo'lishi mumkin. Agar hech narsa hosil bo'lmagan bo'lsa, unda-da faqat muallif boy, односторонний, обмен bo'lmadi-da. Ya'ni pul oldi, evaziga o'sha u kutgan bilim bermadi. U ham unda nima bo'ladi? U ham o'sha evazsiz foyda olgan bo'ladi. Unga ham o'sha muallifga to'g'ri bo'lmaydi, ustozga ham to'g'ri bo'lmaydi. Biz shu oldingi mavzuda buni bir gaplashgandik. Kimga qiziq bo'lsa bitta qaytib faqat ustoz muvaffaqiyat olishi haqida gaplashayotgan edik. Ha, buni aytib o'tdingiz. Endi mana o'zingiz aytyapsiz, hozir natija baribir bo'ladi deb aytdingiz. Endi u qanaqa kurs bo'lishi kerak? Qisqa muddatli natija bor, uzoq muddatli natija bor. Hozir mana kelib birdaniga 1 oy 2 oyda daromadim 2-3 barobar oshsa desangiz, qisqa muddatli natija. U как boshim og'riyapti, menga dori yozib beringga o'xshaydi. Tremor berishingiz mumkin. To'xtaydi. Lekin uzoq natijani xohlash bor. Bizniki asosan men o'zi individual ishlaganim uchun qisqa natijani va'da ham bermayman. Qisqa natija uchun men shogird olmayman. Chunki biz yo'limiz uzoq, katta yo'lga chiqqanmiz va katta narsani maqsad qo'yganmizda. Shunchaki daromadingiz 2-3 barobar oshish uchun men shogirdlikka olmayman. Menga siz tizim qilishingiz, masshtab qilishingiz, xalqaroga chiqaman deyishingiz qiziq. Birinchidan shunaqa maqsad bo'lishi va u qisqa muddatli protsess emasda. U masalan daraxt ekdingiz, daraxtni endi hosil berish uchun nima qiladi? Vaqt kerak. Sizda har qancha imkoniyatingiz bo'lsa ham bir kunda uni hosil beradigan qila olmaysiz-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Har bir daraxtni o'zini hosil berish muddati bor. Qaysi biri to'g'ri? Masalan, tez hosil beradigan o'sha belgiyskiy olmalar bor. 6 oyda hosilga kirib, namuna bo'ladi shunda ham. Lekin полноценный уже eng maksimal imkoniyatini birdaniga bermaydi. O'sha daraxtlar ham nima qiladi? Birinchi yil 1 kilo beradi, keyin 2 kilo beradi. Ya'ni tabiiy o'sish degan narsa bor-da, vaqt mezoni bor har qanday narsani. Xuddi shunday bir farzand tug'ilsa ham, sizga manfaat berish uchun 18 yil endi uni tarbiyalashingiz kerak, katta qilishingiz kerak. Xuddi shunday pul daraxtini ekdingizmi, uni katta bo'lib o'sish uchun endi nima kerak? Katta bir kapitalga erishish uchun vaqt kerak. O'shaning uchun ham uzoq muddat katta narsani xohlasangiz, uzoq muddatli nimani olishingiz kerak? O'sha полноценный o'shanga olib boradigan yo'lni olishingiz kerak. Biz shu yo'lni tanlaganmiz. Biz uzoq muddatli katta narsani xohlaganimiz uchun qisqa muddatli rezultatlarga biza shunaqa va'dalarni berishga harakat qilmayman. To'g'ri, o'zgarish bo'ladi kimlardadir. Masalan, 100 tadan 30 ta, 40 tasida birdaniga ham rezultatlar bo'ladi. Chunki u pishib turgan bo'ladi. O'zi tayyor bo'lib turgan bo'ladi. Уже 10 yildan beri shu daraxtni kim katta bo'lib, bitta urug' yetmay turgan. Bittani seporishi kerak bo'ladi. Yetib uni mana hosil berganlar bor. Lekin endi yangi nihol bo'lsa-chi o'zi, unga vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun kelgan ilm va shunaqa narsaki, o'sha qaysi darajada kelishligiga ko'proq bog'liq. Uni natijasi. Endi mana shuncha shogirdlarni ichidan bir zo'r natijaga chiqqanlar bormi? O'zida esida qolgan keyslar. Endi zo'r natija degani nisbiy. Ha, kim uchun natijaga qanaqa? Ha. Bu ham shu ham natija. Endi agar sonlarda oladigan bo'lsak, shunaqa. o'rtacha menda 2-3 barobar deyarli 99% o'sgan. Hamma kelgan 2-3 barobar Moliyaviy jihatdan 2-3 barobar. Ha. bo'lmadi. Endi o'rtachasi bor. Bir 5, 6, 10 barobargacha o'sganlari o'rtacha. Bir 30-40% desak bo'ladi. Lekin ichida chempionlari bor.
ichida masalan New York kompaniyasi a'zosi bor. U $300 topayotgan paytida kelgan bizga. O'sha insonlar hozir bir 30,000 darajaga chiqqan. Endi u necha X endi. Qancha vaqt ichida? Ну, 2 yil, уже 3 yil ichida deng. Yoki 170,000 qarz bilan kelgan bor. Guard kompaniyasi maslahatida. U 1,5 yil, 2 yil ichida nolga chiqib, $110,000 chiqdi hozir misol. Buni sababi nimada? U tizimlashtirishdami yo moliya bilan to'g'ri munosabat qilishlikdami? Ikkalasi. Shu ikkita yo'nalishni to'g'riladingiz va shu ikkita orqali. to'g'rilayman. Birinchidan, men moliyaga bo'lgan munosabat to'g'rilayman. Bu narsa dunyoqarashlikda. Qarashlaringiz to'g'rilamagunicha foydasi yo'q. Har qancha bilim olsangiz, garvardda o'qiysiz ham foydasi yo'q. Masalan, pulga nisbatan qarashlar borda. Agar siz pul yig'ish kerak emas desangiz, har qancha garvardda o'qisangiz ham pul yig'maysiz. Har qancha daromad ko'p topsangiz ham pul yig'maysiz. Yoki siz pulni investitsiya qilishim kerak degan tushunmasangiz, hech qachon investitsiyaga qo'l urmaysiz. Siz faqat topgan pulingizni uy olasiz, mashina olasiz, xarajat qilaverasiz-da. 10,000 topsangiz ham shuni qilasiz, 20,000 topsangiz ham shuni qilasiz. Ya'ni ko'p topishingizga aloqasi yo'q bo'lgan narsalar bor. Bu pulga, biznesga, investitsiyaga bo'lgan munosabatdan kelib chiqadi. Qarz berish yomon desangiz, hech qachon qarz bermaysiz. Qarz olish yomon desangiz, hech qachon qarz olmaysiz misol uchun. Lekin sizda vaziyat taqozo qilishga qarz berish kerak bo'ladi. Vaziyat taqozo qiladida qarz olish kerak bo'ladi. Faqat buni to'g'ri tushunib olish kerak. Qachon, qanaqa qilib, ilmi bilan-da, ilmini bilib olsangiz, to'g'ri munosabat shakllanadi. Yana shu gaplashganimizda qadriyatlarga qaytaymiz-da hozir. O'sha qadriyatlari degani umumiy o'sha Maqsaddan kelib chiqishlik, munosabati. O'sha munosabatni to'g'rilaymiz. Keyin munosabat to'g'rilangan keyin endi tizimli harakat qilishga o'rgatamiz. Tizimli, ya'ni bir martalik natija emasda, doimiy natija olishingiz uchun tizim qurishingiz kerak, sistema qurishingiz kerak biznesda. Bir martalik natija olmasligingiz uchun. Bo'lmasa bir martalik bo'ladi, zo'r bo'ladi. Keyin u natijani olamiz. Uchinchidan, endi tizim qurdingiz, endi masshtab qilishingiz kerak. Katta pullarga chiqarman uchun endi bitta filial emas, 2 ta, 10 ta, 100 ta filial butun O'zbekiston bo'yicha, keyin SNG degan niyatdan kelib chiqib, shunga harakat bo'lishi kerak. 3 ta etapda rivojlanish boshqacha bo'ladi. Tadbirkorlar tushunadi. Ya'ni tashqi odamlar, tadbirkorlikka qiziqmagan odamlar, tadbirkor bo'lmagan odamlar o'ylaydiki, tadbirkorlik maza deydi. Biznes boshlab qo'ydi, uyda divanda yotadi, bu yerda pul kelib turadi deydi. Tadbirkorlarga bu narsani aytsangiz kuladi. Va 24 ga 7 ishlayman. Shanba yaksham dam shunaqa. Dam ham yo'q. 24 7 ishlayman. Shunaqa. Endi bu qanchalik to'g'ri? Mana bizda shunaqa holatlar bor. Tadbirkorlar birinchidan delegirованияni qo'rqadi delegировать qilgani. Ikkinchidan shunchalik hamma narsa o'ziga bir bog'liqki, vaqti faqatgina ishxonada operasionka bilan o'tib ketib qoladi. Endi ikki xil toifa bor deyman. Tadbirkor bor deyman. Biznesmen bor deyman. Tadbirkor bu o'ziga ishxona ochib olgan odam. Ya'ni oldin kimdadir ishlardi. Yo o'zini ishini qilardi. Endi o'ziga ishxona ochyapti. O'zi bor, o'zi xo'jay. Hamma narsa o'ziga bog'liq. Sotuvni ham o'zi qiladi, moliyani ham o'zi qiladi, marketingni ham o'zi qiladi. Yoki bitekda yordamchi oladi. U lekin muammoga u hal yechim berishga harakat qiladi. Buni tadbirkor deyman. Biznesmen esa-chi, yo'q, tizim qurishga harakat qiladigan odam biznesmen. O'zi ishlamasa ham tizim ishlaydigan, boshlang'ida 5 yil, 10 yil ishlaydi, lekin tizim qurish uchun ishlaydi. 24 soat 7 ishlasa ham tizim qurish maqsadida ishlaydiki, ertaga umuman ishlamaganimda ham o'zi ishlab ketaversin. Shu narsaga ishonasizmi o'zingiz? Tadbirkor umr yil o'tadi, 10 yil, 20 yil ishlasa ham o'zi to'xtaganda dars ketmaydi. Ha. Endi mana shu tizim bo'lsa dars olib ketadi. Shu ishonaman. Nega desa, o'ta ko'p keyslar bu. Masalan, Apple astronaut. Nima qildi desa, Steve Jobs, to'g'rimi? Tizim qurdi, yo'q bo'ldi, vafot etganiga ishlayapti. Samsung'niki, Mercedes'niki, Toyota'niki. Turli xil. Endi bizlar xuddi shunaqa tizim qurganlar hali endi keyingi avlod almashmagan, xolos.
Bizdagi ham aytish mumkin masalan korzinkalarni yoki o'sha katta kompaniyalarni tizimli ishlayotganligini banklar bor masalan katta. O'sha tizim qurgani uchun ya'ni tizim qachon paydo bo'ladi? Kompaniyada subyektiv faktor yo'qotolgan bo'lsangiz, hech kimga bog'liq emas. Har qanday detalni almashtirsa bo'ladi. Masalan, moshina yasadingizda, moshinaningni har qanday detalni almashtira olasiz. Balonini ham, motorini ham. Yo'q, buni almashtirib bo'lmaydi, buni detali yo'q ekan desangiz bo'ldi, tizim yo'q. Chunki o'sha detal yo'q. Endi detal bo'lmasa u to'xtaydi endi bir kun ozgina ishlaydi, keyin detal o'rniga almashtira olmagani uchun u nima to'xtaydi. Xizmat ko'rsatish yo'nalishida-chi? Farqi yo'q. Xizmat, gostinitsa masalan xizmat restoran xizmat ko'rsatish. Xuddi shu yo'nalishlar masalan Hilton'ni kimdir paytida qilganmi? Ochganmi? Lekin uni egasi uni masshtab bo'lib Hayat masalan, to'g'rimi yo'qmi? To'g'ri. Xizmat ko'rsatdi. To'g'ri. Xohlagan klinikalar bor misol uchun xizmat ko'rsatish bo'yicha. Paytida nima kimdir asos solib ketdi, endi u inson yo'q bo'lsa ham butun kompaniya rivojlanadi. Ya'ni kompaniya tizim qachon borligi ko'rinadi. Egasi almashganda ham yoki vafot etganda yoki kimgadir topshirganda ham ishlab turish kerak, ham yana rivojlanish kerak. 2-chi, 3-chi, 4-chisini ochish kerak, kengayish kerak. Nega desa, bittasi zo'r bo'lgani bilan agarda yana kengaymasa, bozorda to'g'ri chiziq yo'q-da, o'smagan narsa torayadi. Kengaymagan narsa torayadi, o'smagan narsa kamayadi. Masalan, McDonald's nimaga har kuni yangi McDonald's ochiladi? Chunki agar yangisini ochmasa orqaga qarab ketadi. Konkurent baribir bor, konkurent uni joyini egallashga harakat qiladi. O'shaning uchun ham to'xtovsiz o'sish degan narsani ta'minlab ketgan bo'lsa va o'ziga va hech kimga bog'liq emas narsani yasagan bo'lsa, ana u tizim qurib. Lekin bitta juda muhim narsani aytib o'tdingiz. Birinchi baribir shu tadbirkor bo'ladimi, biznesmen bo'ladimi, bir boshida shu 5 yil bo'ladimi, 10 yil bo'ladimi, o'zi ichiga kirib, Конечно. o'zi ishlab, har bitta Turish yo'nalishni kerak. o'zi yaxshi bilishi kerak. Конечно. Ya'ni Keyingina o'zi bilmay turib qanaqa birovga o'rgata oladi, birovni o'sha joyda qilayotganligi, to'g'ri qilayotganligini tushunadi. O'zi bilmasa, o'zi sotuvni bilmaydi. Yaxshi rop olaman deydi, boshqara olmaydi. O'zi marketing tushunmaydi. Marketing olgan bilan unga marketing zo'r qilib bermaydi. O'zi moliyani tushunmaydi. Moliyachi olgan bilan moliyasini zo'r qilib bermaydi. Qilib Endi- bermaydi hech qachon. Azadbek aka, bilasizmi, bu yerda yana ikkinchi fikr bor. Hop. Adashmasam Oleg Tinkov shunaqa degan. Tinkov banki основателyi aytganki, "Men degan biznesmenman. Marketolog emasman, sotuvchi emasman. Lekin men biznesim o'sishi uchun men eng zo'r marketologni ishga olaman, eng zo'r sotuvchini ishga olaman, eng zo'r operatsionni direktorni ishga olaman-da va delegировать qilaman. Men o'shaning uchun ham biznesmenman" degan. Delegate qilish uchun, to'g'ri delegate qilish uchun uning ishini qilishingiz emas, tushunishingiz kerak. Хотя бы 30%. bazaviy. Ha. 30% bazaviy, ya'ni nimada uni topshiriq berib, nima so'rashi qat'iy bilishingiz kerak. Bo'lmasa Bu ular to'g'ri. zo'rlar naborat sizni aldashonsa. Natija qilmagandan keyin bahona qilish uchun nimaga natija bo'lmadi desa, sizga axir povod keltiradimi? To'g'ri. Agar uni aldayotganligini, to'g'ri o'sha gapi to'g'ri bilan noto'g'ri farqini bilmasangiz, sizni ahmoqqa chiqaraveradi-da. Sizni pulingiz ketaveradi, natija bo'lmaydi. O'shaning uchun ham biznesmen hamma sohani qilish kerak emas, tushunishi kerak. Boshlang'ich etapda amalga o'zi qilib tushunib oladimi yoki o'qib tushunib oladimi, uni farqi yo'q. Ikki xil variant bor. Amal qilib, o'zi marketolog bo'lib, o'zi shuni ichidan chiqib tushunib olishi ham mumkin. O'zi sotuvni qilib, o'zi moliyani o'zi yuritib qilishi mumkin yoki bo'lmasa to'plarni oladi, ularni boshqarish uchun uni ilmini oladi, shuni. Ham marketingdan ilm oladi, ham moliyadan oladi, ham sotuvdan oladi, ham HRdan oladi. Ya'ni zakon patalka degan narsa bor-da. Siz tushunishingiz kerak bo'lgan narsa, generalni qo'liga polkovnik keladi. Polkovnik qo'liga podpolkovnik keladi. Hech qachon polkovnik qo'liga general kelmaydi. Siz polkovnik bo'lsangiz, generalni ololmaysiz ishingizga. Nimaga desa, u sizga bo'ysunmaydi. O'shaning uchun o'zingizni general qilsangiz, sizni tegingizdagilar sal bitta pog'ona past bo'ladi. Shuning uchun tepaga o'sish o'zingiz uchun kerak-da u narsani. Endi general degani ko'p narsani biladi. Suxoputni vaskani ham biladi, uni ham biladi, buni ham biladi u.
Juda bir O'zi qiziq urish fikr shart bo'ldi. emas, kamonni o'zi ochishi, o'zi miltig'idan ochish shart emas. Lekin strategiya qilishni, uni bazaviy ilmlarni bilishi kerak bo'ladi. Komanda nimadir sabab bilan intilishi kerak-da, shu lider Lider orqasidan. bo'lishi kerak. U lider bu bitta sohani mutaxassis. U hamma sohadan bilgani uchun u lider bo'ladi. Tushunarli. Siz bilan nafaqat biznes yo'nalishida, balki oilaviy masala bo'yicha gaplashmoqchimiz. Xo'p desangiz. Yo'q. Ya oilaviy sharoit biznesga qanaqa rol o'ynashligini. Juda katta rol o'ynaydi. Lekin buni javobini keyingi qismda aytib o'tsangiz. Yaxshi bo'ladi. Va obunachilarimiz bizga YouTube'imizga obuna bo'lib, bitta layk bosib qo'yishsa, xudo xolasa keyingi vyupuskda уже Podkastda juda ham qiziqarli bemalol mavzu gaplashamiz. bo'ladi degan niyatdaman. Rahmat. Sog' bo'lasiz.